Assalomu alaykum. Otabek Husndan, Hamidullo, Qasimboy, Mahmudjon, Baxtiyor agar tasodifan ko'rib qolsanglar, hamma sizlar haqingizga duoda mana. Bizni qiynadi oshnalarim, hamma nomidan ikki porsiya ovqat yeyishga to'g'ri kelyapti deb diqqat olib o'tirishdi. Majlar yeb chiqib ketishimiz kerak ekanda shu bugun. Vietnam te kurate, de mahkemesinden. So'rab qo'yinglar, ishlaringizga omad, yaxshilik ko'rishaylik. Baxtiyor oshnamiz ham xudo shifo berib yaxshi qolsinlar. Tez fursatlar safimizga qaytib olsinlar. Olan uğraşan çalışma. Ha bitta mana shu uzoq paytdan ko'rmayotgan oshnamiz kelib qoldi. Xudo yetkazsin bizga ham. Salomat aytib. Bo'pti, xayr, hammaga salom.